5. bab. Iordan daryosының g'arbiy qirg'ig'idagi Amorlarning barliq podshohlari va O'tira dengiz bo'yidagi Kanonning barliq podshohlari Parvardigorning Isroillarning Iordan daryosidan o'tib olguncha daryo suyini qandoq quritib berganligini anglab, qo'rqinch ichida yuraklari suv bo'lib ketdi. Shuning bilan ularda İsraillarga taqobil turg'idek jasorat qolmadi. Bu chaqda Parvardigor Yoshuvaga mundaq dedi: Sen chaqmoq teshini pichoq qilib, İsrail xalqining bu yangi avlodining xatnisini qilgin. Shuning bilan Yoshuva chaqmoq teshidan pichoq yasab, xatni murosim tig'i degan joyda İsraillarning xatnisini qildirdi. Uning bundaq qilishining sababi İsraillar Misrdan chiqqandan keyin urush qilalaydigan erlarning hammasi cho'l bayavonlardagi safar ustida o'lib ketdi. Misrdan chiqqan İsraillarning hammasi xatna qilingan edi. Ammo cho'l bayavondagi safar ustida tug'ilganlar xatna qilinmagan edi. Ular Misrdan chiqqandan keyin barliq İsraillar ichidagi urush qilalaydigan erlarning hammasi toki ular o'lib tuguguncha 40 yil cho'l bayavonlarni kezib, sargardon bo'lib yurdi. Parvardigor ularga: Men ota bovanglarga va'da qilib, sizlarga beraman degan sut va hasal eqib turadigan munbat zaminni hech qachon ko'maysizlar deb qasam qilgan edi. Parvardigor ularning o'rniga ularning farzandlarini shu zaminga yetkizdi. Yoshuva mana shularning xatnisini qildi. Ilgari ular safar ustida bo'lganlikdan xatna qilinmagan edi. Barliq erlarning xatnisi qilingandan keyin ular saqayg'icha shu qarorgohda turdi. Parvardigor Yoshuvaga mundaq dedi: Bugun men sizlardan Misrda tatgan xo'rliqinglarni elib tashladim. Shunga u yer hozirmi yanila Gilgal deb atalmoqda. Shu oyning 14-kuni kechda İsraillar Yerixa tuzlarnikidagi Gilgalda qurgan qarorgohda o'tib ketish heytini o'tkazdi. O'tib ketish heyti o'tib, ikkinchi kuni ular shu yerning mahsulotlaridan petir non va qo'mashni yeyishdi. İsrail xalqi shu zaminning oshliqlarini yegan kundan boshlab manna tushirilishdan to'xtadi. Shu yildan boshlab ular mannani emas, Kannondan chiqadigan oshliqni yeydigan bo'ldi. Yoshuva Yerixa shahriga yaqinlab qolgan chog'da qo'lida g'ilipidan sug'urilgan qilichni tutgan bir kishini ko'rdi. Yoshuva uningdan: Sen biz tarafnikimi yoki dushman tarafnikimi deb so'radi. U odam javoban: Hech qaysi tarafning emas. Men Parvardigorning qo'shiniga sarkarda bo'lishga keldim dedi. Ondan Yoshuva yerga bosh qo'yib, ta'zim qilib, taqsir xizmatkorlarga nima buyruqlari borkin deb so'radi. Parvardigor qo'shinining sarkardisi uningga: Sen dasab turgan yer muqaddas yerdir. Shunga cho'riqingni sol dedi. Yoshuva uning deganini bajo keltirdi.